Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Buxorodan kelgan obunachilarimizga xudo xohlasa faraligizni qilib berganmiz. 3 dyumli Azun Blue Warrior bilet modeli ustonovka qilingan. Faramiz polniy qora bo'lgan, obrisovkalar qora. Mashinaga juda ham chiroyli tushib beryapti. Tumankalarda qora atrofiga nakladkalar qo'yilgan ekan. RGB transformer maskalarni ustonovka qilib berganmiz. 16 ta rang, har xil rejimi bor. Endi buni alohida to'xtatib tushuntirib o'tirish hojati yo'q, chunki ko'pchilik ko'rgan bu maskani. 16 ta rang har xil funksiyalar bilan ishlab beradi. 200 nechtadir funksiyasi bor bu yerda. Mana adda-tonni bir xil rangda qo'yib qo'ysa bo'ladi. O'zi eng cho'tki tushib beradigan rang menimcha shu qizil bo'lsa kerak. Faramiz xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Bilet modulimiz shu legendarniy Blue Warrior bilet moduli. Juda ham ko'pchilikga ma'qul kelayotgan 100 wattlik bilet moduli. Kombinatsiya qora bo'lgan, 3 dyumli hozir aytib o'tgandek Azun Blue Warrior bilet moduli. Avtomobilimizning orqa taraf montajlariga e'tibor berasizlar. Hammasi rezinalari, krishkalari yopilgan, hech qanaqa motorni atseklik, chang, qum, suvlar kirmaydi. Paramotor yopish choklari o'zini zavod butilivy germetik kelayotganimizda o'zini zavod korpuslaridan zavod optikalari o'zini holatda qo'ygan. Hech qaysi almashmagan. Bu holat choklarga e'tibor berasizlar. Ish sifatiga baho berib qo'yasizlar. Hozir sizlar bilan imini shu farani yorishini ko'ramiz. Avtomobilimiz ko'cha yopib chiqamiz, yorishini ko'rib turganinglarda, xudo xohlasa yorishi zo'r. Ahvatda eng katta bilet modellarimizdan bittasi pastki qismi. Pastki balasalar ham Cobalt avtomobilda ko'rinadi. Yon ahvatlari adda-tonni bashti bir xil ketadi hamma yog'i. Kamin effekti tushib bersa, detonatsiyaga e'tibor berasizlar. Detonatsiya yo'q. Maqsadda motor ishlab turibdi, mana tabloda. Motorchilar ham ishlaydi. Odam o'tirganda motorchi pasaytiriladi. Bu обязательно kerak narsa. Sabab biron ko'zga tushib qolmasligi uchun. Bu yerda 0 nastroykamiz, standartli nastroykamiz birda. Mana shu holatda bo'ladi. Streshli tarafga e'tibor berasizlar, umuman ko'zga tushmaydi. Dalniy holatimiz ikkita chip lazerli bilet modulimizda. Xudo xolasa kelgusi xizmatga kerak bo'lsa murojaat qilasiz. Ishimizdagi 1 yil garantiya, bilet moduliga 2 yil garantiya beramiz.